Futbol dunyosida 17 yildan beri yashirilib kelayotgan sirlar fosh bo'lmoqda. Negreira ishi bu shunchaki oddiy ish emas, u kattagina mojaro. Xo'sh, bu ish qanday paydo bo'ldi va bunga Florentino Perezning qanday aloqasi bor? Negreira ishi Jose Mourinho Negreira, sobiq hakamlar qo'mitasi vitse-prezidenti bilan bog'liq. 2001-yildan 2018-yilgacha Barselona unga 7-8 million yevro to'lagan. Klub bu pulni hakamlar hisobotlari va maslahatlar uchun qilayotganini aytadi, ammo sud hujjatlari va fotosuratlar boshqacha hikoya qiladi. Luis Enrique va Laporta ham bu to'lovlardan xabarsizligini aytgan, lekin isbotlar ular bilan ro'baro ko'rsatadi. Endi ayblanish ehtimoli 54% ga ko'tarildi. Oldin faqatgina 7% gina edi. Real Madrid prezidenti Florentino Perez bu ishni ochiq tanqid qilmoqda. U Barselona to'lovlarini normal emas deb atagan va bu holatni ommaviy tanqid orqali La Ligadagi raqobatni kuchaytirmoqda. Ammo Perez shaxsan Negreira bilan aloqador emas va sud jarayonida rasmiy ayblovchi ham emas. Uning roli faqat raqib klubini tanqid qilishdan iborat. Agar Barselona aybdor deb topilsa, ular jiddiy jarimalar va cheklovlarga duch kelishi mumkin. Musobaqalardan chetlatilish ehtimoli ham bor. Bu ish Messi merosiga ta'sir qiladimi? Klubning obro'si qanday o'zgaradi? Futbol tarixidagi eng katta mojaro bizni oldinda kutmoqda.